ko'rib turganingizdek tuman quyuqqa tushgan. Bugun yana o'sha tarixga, o'tmishga qaytamiz. Yomg'irda o'sha soyabonsiz, bunaqacha kattagina kurtkalasiz chiqib o'ynaganlar haqida gapirib bergan edim ozgina. 5-6 yoshligimizda o'sha Chimgan degan joy bor. Hozir o'sha kattaroq mashinada yurib, o'sha 2 qadamligini bildik-da, lekin aslida biz o'sha 5-6 yoshligimizda juda ham uzoq tuyulardi. Mana shu yo'llardan yurardik. Mana shu yo'llarda masalan mashina yo'l toza bo'lsa, mana bu yo'lda qorli bo'lardi. Chanamiz bo'lardi, chanamizga chiqib olardik. Onamiz bilan tortib, ukam bilan borib kelardik. Ukam, akam ko'pchilik borib kelardik. Un olib kelardik, bir qop un olib kelganmiz bir marta. Xullas shunaqa o'sha hozirgi men ko'rib turganimdek qop-quruq bo'lsa, o'sha payt bu yerda qor bo'lganda. Mana hozir kechagina ham qor yog'di. Qorlar bardavom bo'lsin ilohim. Shunaqa gaplar.